Mana shu o'tirgan nomzodlarimiz muloqotimizda zabardast olimlari, hofiz qorilari o'tiribdi. Shu siz jamoatlaringni hurmat qilib kelishib o'tirishdi. Mana domla Muhammad Solih domla, mana Talafo domla qancha haqimizga duo qildi. Azizlar, biz ham endi shularning haqqiga bir duo qilamiz. Chunki domla bo'lsa-da, avliyo, uloyo, payg'ambar bo'lmas ekanda, domlalar ham duoga muhtoj bo'lar ekan. Ota-onani farzandga qilgan duosi qanday ijobat bo'lgan bo'lsa, farzandi ota-onaga qilgan duosi ham shunday ijobat bo'ladi. Eslaringdan chiqarmang. Doim shu domlalarning haqqiga, otalaringni, onalaringni haqqiga doim duoda bo'lib turinglar. Hozir men aytib o'tib ketdim, bu meni gapim emas, bu payg'ambarning gapini sizlarga men yetkazib qo'yaman. Azizlar, Qur'on mana kitobdagi mushaf. Mana bu o'tirganlar, bular tirik Qur'onlar, bular jonli Qur'onlar. Hammamiz qalbimiz yig'layapti, qur'ondir. Nimaga men ham o'sha qori bo'lmadimmikin? Nima Qur'onni yodlamadimmikin deb. Bularga Xudo nasib qildi, bular sabr qildi. Bular mana shunday riyosat chekdi bular. Dunyodan kechdi, nafsiga g'olib bo'ldi. Ilm oqtardi. Mana shu darajaga yetdi. Mana siz men bizni hammamizda kechasi kunduzi tug'ilamizmi? Mana shu domlalarga muhtoj bo'lamiz. Bor domlalarni chaqirib keling. Quloqiga ozon aytib bir chiroyli islomiy ism qo'yib bersin deydi. Aqiqa qiladi. Farzandga Qur'on o'qishni o'rgatadi domlalar. Oqni qorani, gunohni savobni bildiradi. Ota-onaga bo'lgan izzat, hurmatni bildiradi. Qayerdan kelding, nimaga kelding, nima qilding, qayoqqa borasan degan savolga mana shu olimlar, mana shu o'tirganlar javob beradi. Shuning uchun doim bularni hurmat qilaylik. Domlalarning haqqiga doim duo qilib yuraylik. Buni qayerda mana shunaqa jamoat jam bo'lgan joylarda bir oqsoqol odam turardi, tag'in domlalarning haqqiga bir duo qilaylik deb bari. Inna bir mo'ysafir odam domlalarning haqqiga duo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Al-ulama'u varasatul anbiya. Olimlar, ulamolar, qorilar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mendan keyin kim ahli ilmlarga, qorilarga hurmat bildirgan bo'lsa, meni tirikligimda hurmat qilgani savobini oladi dedi. Kim ahli ilmlarga, qorilarga xizmat qilgan bo'lsa, meni tirikligimda yanimda yurib xizmat qilgan savobini oladi. Hammalaringni ham Xudo tanijonlaringni Xudo sog' qilsin. Mana bu joylarni qaranglar, azizlar, ko'p shukr qilaylik. Ko'p shukr qilaylik. O'tganlarimizni esdan chiqarmaylik. Hozir yoshlarimizda shunday tushuncha bor. Yana o'zlaring bilasizlarki, shu o'tirgan shu noqatimizga hozir domlalar shular domlalar. Zamon shunday kelgan, shunday bo'lib ketadi degan o'y bor sizlarda. Yo'q. Zamon bunday bo'lib kelmagan. Biz yaqinda nasroniylik qo'lida yashar edik. Biz o'zimiz mana hozir o'sha o'risli zamonida ilm olib, ustozlarning ta'limini, duosini olganlardan kattasi biz bo'lib qoldik. Ana shu ustozlar bilan Odilga o'tib, mana Qiziltog'da orqasiga o'tib hayit namoz o'qiganmiz. Bir yerto'la degan narsa bor, tamaki qolmaydigan so'raylar. Katta uzun. Ana shu yerto'lalarda hayit namozini mana biz o'qiganmiz o'shalar bilan. Yig'lab o'qishgan. Bu hojilar armon edi, umralar armon edi azizlar. 70-75-yillar mana Kozimjon ancha sal biladi. Xudo rahmat qilsin. Ustozlarga men yig'lab duo qilaman doim. Ular jonidan kechgan ular. Otaman, qolmayman.
chopaman degan vaqtlarda ana shular ta'lim bergan, shogird chiqargan. Dinni, islomni, shariatimizda ushlagan birodarlar. Ana domlalar ko'p, mana ulamolarimizni zikr qilib nomlarini aytib ketdi. Mana shulardan esdan chiqarmaylik. Mana shular sababli din, shariat, islom sizdan bizga mukammal holatda, pok holatda mana kelib qo'limizda turibdi. Ana shu yillari biz o'qib yurganlarimizda kechasi xuftondan keyin ta'lim beradi. O bir chekada biroz solib qo'ygan uylarga olib borib hujraga o'tkazardi. Eshigi yo'q, romi yo'q. Payrivoldan toshlari bor edi. Shu birov bilmasin, birov oqtarib topolmaydigan joy ana shu yerda. Yeydigan eng yaxshi ovqatimiz bo'lka bilan oqqan dedi. Nonni qarang dasturxonimizdagi, ne'matni qarang. Mana masjidlarni qarang. Qaysi payg'ambar shunaqa masjidda namoz o'qigan? Qaysi payg'ambar mana gilamlar terasida o'tirib namoz o'qigan? Allohning habibi, do'sti payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'rani terasida namoz o'qib o'tib ketgan. Ana shu bo'rani terasida uxlardi. Sahobalar kaynida qarab turib, botib izlari chiqib qolgan ekanlar. Ya Rasululloh, qattiq tegyapti sizga. Yonboshlaringizni qarang, bo'ri botib ketibdi dedi. Shunaqa zamonlar bo'lib o'tgan. Hozir shunaqa zamon bo'lgan demang. Eshon boboxon, Ziyoddin Eshon boboxonning otalari O'rta Osiyoda bo'lgan. Mana shu masjid, madrasalarning qurilishligida 20-yil o'tgan Eshon boboxon. Mana shu odam jonidan kechib borib, Moskvada, Kremlda bir syezdda masjid, madrasalarning qurilishligiga ruxsat olgan. Meni otsa otib olsin, chopsa chopib olsin dedi. Ziyoddin Eshon boboxonni bilamiz biz. Qora zimda kelardi. Shunda bir gapi esimdan chiqmaydi, Alloh rozi bo'lsin. Kelib shunda aytganki, ilmni koni biz Marg'ilon, Andijon, Buxoro deb biz o'zimiz o'ylaymiz. Bu zot O'rta Osiyoning muftiyi bo'lgan. Shunda kelib shu mavzu qilyapti, shu orada shu gapni gapirib o'tib ketgan. Bugungi quloqimda turibdi. O'rta Osiyo bo'yicha dinni koni noqat degan. Taqvoni koni noqat deb ta'rif berib ketgan. O'sha vaqtlarda bironta odam sallasiz yurmas edi. Masjidda emas, ko'chada ham, bozorda ham ayollar chimmarsiz yurmas edi. Ayollar yo'lda yurmas edi. O paxsa devorni tagida, ariqda, nariyog'ida yurardi. Daraxtlar tagida bunaqa engishib, hech kim yo'q bo'lsa ham, bironta erkak yo'q bo'lsa ham, ana shu yo'lda yurmas edi. Mana shularni ko'rib, mana shunday ulug' zot mana shu ta'rifni berib o'tib ketgan. Biz kimlarmiz biz? Biz o'shanday zotlarning shogirdlari, merosxo'rlari, o'shanday ota-bobolarimizni farzandlari, nabiralarimiz birodarlar. Ular yetolmadi, ular nima qildi ular? Ular yig'lab duo qilib o'tib ketdi. Ey Alloh, biz ko'rmadik. Bizga nasib qilmayapsan. Farzandlarimizga, nevaralarimizga ko'rsatgin. Shular ko'rsin degan. Mana Xudosiz men bizga yetkazib turibdi. Mana dinimizning erkinligini qarang. Dunyoda bizda Qirg'izistondagi erkinlik yo'q. Mana shu ulug' oylarda, ulug' kunlarda boshliqlarimizni ham eslaylik. Ilohim shu Qirg'iziston yurtimizni Xudo o'zi obod qilsin. Qirg'iziston yurtimizni Xudo o'zi panohida saqlasin. Urush balolardan, bo'linib, yarim-ishliklardan, har xil tizki hujumlardan, o't balolardan, zilzila balolardan Xudo o'zi panohida saqlasin. Shu yurtimizni qutqarib, shularga Alloh uchun xizmat qilayotgan boshliqlarimiz ham Xudo tanijoni sog' bo'lsin. Birodarlar aytgan ekan, sen kimga duo qilasan deganda 100 ta duo qilaman, bittasini o'zim uchun qilaman, 99 tasini yurtim, elim uchun qilaman dedi. 99 marta yurtimni tinchligin degan emas. 99 tasini hammasini eslab o'tishlik birodarlar. Kechasi maza qilib uxlayapmiz a? Farzandlarimiz qish demasdan, yoz demasdan yurtimizning atrofida sizmamizga qo'rg'on bo'lib turibdi. Yovuzlarni, dushmanlarni to'sib turibdi. Biz uxlayapmiz. Ashlarga haqiqatan duo qilaylik.
Och qolmayapmiz. Hamma yo'g'imiz mana yetarli bo'lyapti. Rizqimizni shukrini qilaylik azizlar. O'tganlarimizni eslaylik. Ana shu duo qilib ketganlarning haqqiga biz doim duoda bo'laylik azizlar. Mana shular o'tib ketdi. Siz bilan biz ham bir kun bu dunyodan o'tib ketamiz. İso Ruhulloh qani? Muso Kalomulloh qani? İbrahim Halilulloh qani? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qani? Mana shu o'lim olib ketgan birodarlar. Siz bilan biz ham bir kun mana shu o'lim olib ketadi. Yaxshi yashaylik, ibratli yashaylik. Mehrda, oqibatda, izzatda, hurmatda, taqvoda doim ilm yo'lida yuraylik. Mana shu domlarimga ko'p havas qilaman. Chunki bu inson umr bo'yi ilm talabida yuribdi-da. Bir ustozga bir odam borib 80 ga borib qolgan ekan. Shogird bo'lib tushibdi. O'qitdi, ustoz bir kun farzand aytdi, ustoz. Ota dedi, "Ya qiynalib sizni" dedi. O'zi ham qiynalyapti, hech narsani bilmayapti. Qo'ying shuni kelmayapti olib, 80 ga kelganda olim bo'larmidi? 80 ga kelganda Qur'on yo'llab hofiz bo'larmidi? Deganda otalar aytgan ekan, bolam, bu insonni ham qalbida olim bo'lib ketishlik, hofiz bo'lishlik yo'q. Mana shu ilm talabida Xudo o'ltirsa meni, ilm talabida jonimni olsa degan maqsad bor xolos buning uchun. O'shaning uchun o'qityapman degan. Men 80 ga kirdim, 70 ga kirdim, men biz o'tib keldim. Hech narsa kirmaydi, etmaydi demang. Birodarlar, ilm talab qilsak, shu ilm talabida Xudo jonimizni olgan bo'lsa, albatta jannatga kiramiz. Qanaqa gunohimiz bo'lmasa Xudo kechadi. Ilm talabida yurgan shogirdga suvni ostidagi baliq ham istig'for aytib turar ekan. Domla Muhammad Solih tanijoningizni Xudo sog' qilsin. Amin. Ilmingizni ziyoda qilsin. Ko'p qanun nasihatlar qiladi hammamizga, masalalar beryapti. Azizlar, mana janozalarimizda qayerlarda bo'lmasin. Shaxsan men o'zim Muhammad Solih domlaning masalasini esa maza qilaman. Yuragingizga yetadi. Mana shu o'tirgan domlalar hammalaringga ham Xudo tanijonlaringizni sog' qilsin. Mana qozi domlalarimizni hurmat qilib mana bu yerda kelib o'tiribdi. Nomini aytsak shu hammasi mana domlalar ko'rib turibsizlar. Aytishlikda hojati yo'q. Ularga haqqiga duo qilaylik. Amin. Domlalarimiz ham Xudo tanijonlarini sog' qilsin. Ularni Xudo ziyoda qilsin. Amin. Mana o'tmishda o'tganlarimizni gapirdik. Biz ham bir kun o'tib ketamiz. Ilohim orqalarimizdan qolgan. Qolganda ham doim bizni ham yo'qlab, shunday yaxshiliklarimizni gapirib yuradigan qavmlardan, shogirdlardan bo'linglar ilohim. Domlalar mana shu joyda ko'p xizmat qildingiz, hissa qildingiz, shularni boshini qovishtirdingiz. Mana bu bo'lgan ishlar hazil ishlar emas. 100 ta qo'yga bitta qo'ychi bo'lmasa, qo'y haqiqatdan tarqab ketar ekan. Mana shu domlalar sababli sizlarning kuchlaring bilan, sizlarning himmatlaring bilan, sizlarning saxovatlaring bilan mana shu narsalar bino bo'ldi. Ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Alloh hammalaringni qilgan himmatlaringni, saxovat ehsonlaringni Xudo qabul qilsin. Amin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Allohning uyini kim obod qilgan bo'lsa, men u bandamning qabrini men o'zim obod qilaman degan. Alloh ana shunday ulug' maqomni Xudo hammalaringga nasib qilsin. Bir so'm sarf qilinmagan, boshqa qilinmagan, shu yerga kelib bir xizmat vaqt topib xizmat qilinmaganlar ham o'tib ketyapti. Shu bir masjid bino bo'lyapti shu o'zimizga. Xudoga shukr, mazza qilib namoz o'qiymiz deb so'yilib, quvonib o'tganga ham o'sha ajr savobni Xudo ato qilib beradi. Amin. Alloh taolo bizning ehsonlaringni Xudo qabul qilsin. Ko'p yillar nomida shu yerlarda hamd va nasihatlar bo'lib, haqvoda bo'lib, shularga bosh-qosh bo'lib yurishingizni Xudo nasib qilsin. Amin. Xudo qavmimizga Xudo hurmatingizni ziyoda qilsin. Mana baytni Xudo o'zi obod qilsin. Jamoatlarga Xudo barakotlar bersin ilohim. Farzandlaringizdan ham o'zingizga o'xshagan ilm o'qib olim bo'ladigan, Qur'on yoqlab hofiz bo'ladigan farzand nabiylarni Xudo nasib qilsin. Amin. Otangizni, onangizni Xudo rahmat qilsin. Amin. Maqsim akam juda taqvoli odam edi. Odamlarni sizlar ko'rganlaring yo'q. U odamlarda ilm bo'lmagan bilan bizdan taqvolari yaxshi edi. Bizdan taqvolari yaxshi edi. Uch kampir elini, xalqini men juda hurmat qilaman. Hammalaringni yoshdir, qaridir, men sizlarni hurmat qilaman. Birlikda
tinchlikda, hammalarining birdamlikda hayot qiladilar. Izzatda, hurmatda bo'lib. Shuning uchun bundan buyog'iga ham Alloh mana shu joyda hammalarimizni Xudo yaratib, mana shu birga qavm qilib yashatib qo'yibdi. Duo qilaylik, Alloh mana shu o'tirgan qavmlarimiz bilan, shu o'tirgan domlalarimiz bilan ham Xudo jannatlarda birga qilsin. Amin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga qo'shni bo'lib yashashlik baxtini Xudo hammamizga nasib etsin. Amin. Muborak qo'llaridan Havz Kavsar suvlarini ichishligini nasib etsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Havz Kavsar suvlarini ulashib o'tgan payg'ambarlar ummatlariga berib turganlaridan o'zini xos ummatlari kelib qolar ekan. Kelganda oldin o'sha suv ichilayotgan qo'lidagi oltin, kumush idish qo'lidan tushib, yerda parcha-parcha bo'lib ketar ekan. Ya Rasululloh, bu nima hol bo'ldi? Sizga nima bo'ldi deganda aytgan ekanlarki, men ummatlarimni muborak qo'lim bilan ichiraman Havz Kavsar suvlarini degan ekan. Alloh ana shunday muborak qo'llardan Havz Kavsar suvlarini ichishni Xudo hammamizga nasib etsin. Jannatga kirib Allohning jamolini ko'rishlik baxtini Xudo hammamizga nasib etsin. Amin. Va ahiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmat domla, siz rahmat.